Selamlar kızlar, yenilik yozuflarınızı kaçan çıkarıp verirsiniz deb bek to'lsirab ketgan tonlar. Yeniliklardan yana keldim. Har qitim set olgan vaqtda shikkadan 3 dan set olib yeniliklarni bek so'rab ketdinglar. Bugun men sizlarga eng yenilik nusxalarini chiqarib berman. Bu filmni seyr etmay diqqat qilib ko'ringlar. Uchamdagi bu rang bo'lsa, qizlar internet fizikalati chiqdi. Rangi 2 xil rangdajmi bu nusxaniki. 60 kilodan tatib 100 kilochamni xonim qizlarimiz bemalol kiyalaysizlar. Keyin tarafdan yoqsim qattiq biyaram qilmaydi hujumi qizlar yoqsim tayin chiroyli qalati chiqdi. Endi yan tarafdan yanchiqlari bor, ishtining oyog'imi keng holat bo'yicha chiqdi. Emtishmin tayin qulaylikchimi qizlar meylamizlar mezgilimiz bo'lsin yoki emtish mezgilimiz yo'z qilgan vaqt yotgan vaqtlarimiz kelsak qattiq biyaram qilmaydi. Shunchalik rahat. Qizlar manusqanim cho'qim bek yoqtidilar-ku, deyman hozir qizlarimiz chiponiz qilib ko'ynaklarni bek kiydigan bo'lib ketdi-ku. Rangim tayin chiroyli qalati chiqdi hujumi 2 xil rangda. Ucham kivagan rangimiz sizlar eng yoqtirdigan mol yusli rang bo'yicha chiqdi. Suv salatga rang bek chiroyli. Yengimi ishtimning oyog'i tarafmi shuna tuzalat bo'yicha chiqdi hujumi. Nomerlari L nomerdan tortib 3XL nomergacha chiqdi. Hozir yana bir xil rangni sinab beray. Mana qizlar, men yana bir xil rangi yon tarafdan nusxalarim shunchalik chiroyli chiqdi hujumi. Oldindan shu o'xshashlam chipon nusxa bo'yicha chiqdi. 50 kilodan tortib qizlar 100 kilochamni xonim qizlarimiz bemalol kiyalaysizlar. Keyin tarafdan yoqismi shuna tuzalat bo'yicha chiqdi. Bek chiroyli chiqdi hujumi qizlar. Qizlar, marang cho'qim bek yoqtidinglar-ku, deyman bek chiroyli chiqdi hujumi. Umma shuraklari taxi rangi birlam rang bo'yicha chiqdi. Yoqismi shu tuzalat bo'yicha chiqdi. Yotgan qattiq bitib ketmaydi hujumi. Qizlar menda tik yoq qilvasanlarmi bo'ldi, tushirvasanlarmi bo'ldi. Bo'rakchi yoqqa tayin chiroyli qalati chiqdi. O'xshashlam 50 kilodan tortib 100 kilochamni xonim qizlarimizga kiyalaydigan nomerlardan mal bor. Mana endi kiyvag'im bo'lsa, chunki finjimi qizlar tayin chiroyli chiqdi. Mushkiyni yoqtirmaydigan qizlar yo'q-ku deyman. Bu yil bek modolab ekan, mendan bekchi qizlar ekeldirib bersangiz deb so'rganlik uchun ekeldirib berdim. Sizlar topolmagandan emin men topa olmayman-ku. Bu ucham kiyvag'im bo'lsa 2 xil rang bo'yicha chiqdi hujumi qizlar. Yana bir xil rangni hozir sizlarga sinab beray. Mana qizlar, men yana bir xil rangi marangmi qizlar chiroyimiz bek sizni qalati chiqirdi hujumi o'zim bek. Umma imtish mezgilida kelsakmi shunchalik qolayli qalati chiqdi. Ig'irligimiz 50 kilodan tortib 100 kilochamni xonim qizlarimizga bemalol mos keladigan nomerlardan bor. Sizlar boyam qirani yoqtidinglarmi yoki hozir ucham kivaga rangmi? Yoqtigan nusxalarni cho'qib inkas rayini qoldirib qo'yishni unutqanmanglar. Xudolik sizlarga yo'ziflarni tanlab ekeldirgan vaqtimda shu nusxalarni asos qilib turib ekeldirman. Qizlar, momin tayin chiroyli qalati chiqadigan juma o'xshashlam imtish mezgildim kiyalaymiz. Mani cho'qim men o'xshash yonchiq deb o'ylab qoldinglar-ku deyman. Yonchiq emas, bu bir tal umaq, iyiqchaqpa, nusxasi ekan juma bek chiroyli chiqadi ekan. Rangi 2 xil rangda. Nomerlar bo'lsa L nomeridan tortib 3XL nomergacha chiqdi hujumi qizlar. Keyin tarafdan nusxasini cho'qim ko'rib baqsang'u deyman. Keyin tarafdan yoqli qalat bo'yicha chiqdi. Yotgan vaqt qattiq biyaram qilmaydi hujumi, yumshoqligidan qizlar badanimizga yiqishib turdi. Yo'z vaqtinglar yetib rasm tushishga amra qizlar men bek tavsiya qilmayman. Tayin suzuk chiqdi ekan. Chiroyinglarning shundan nurli qalati chiqardi ekan. Marangimiz o'zambek yoqtirdi. Keyin tarafdan tuzalat bo'yicha chiqdi. İşten o'xshashlam yan tarafda yonchiq bor, nusxa bo'yicha chiqdi hujumi qizlar. Bel tarafdan cho'ng kichiklikni tanishlaymiz. Imtishimiz tayin qolayli qalati chiqdi. Qizlar, hozir ucham kiyvag'im o'xshashlam 2 xil rang bo'yicha chiqdi. Tayin salqin chiqadigan jimo. O'z paxtiraq bo'lgan bilan salqin badanimizga yiqishib turdi ekan. Buni o'xshashlam 50 kilodan tortib 100 kilochamni xonim qizlarimiz bemalol kiyalaysizlar. Men hozir sizlarga yana bir xil rang sinab beray. Mana qizlar, bu eng oxirgi yo'zifu, bu tayin chiroyli qalat bo'yicha chiqdi. Bu qitimliq filmimiz sizlar qaysi rangni, qaysi nusxani eng yoqtirdinglar, cho'qim rasm tortib inkas rayini qoldirib qo'yishni unutqanmanglar. Undan boshqa qizlar yuchanchi ranglarni yozib qo'yishni unutqanmanglar. Yuchanchi ranglarga asosan men sizlarga yangilik tayyorlanib chiqarib beraman. Undan boshqa qizlar sizlarmiz mayli amildarlik mezgillarda bo'lsin yoki imtish mezgillarda bo'lsin, bu vaqtlarimizdan bo'lsin, qanday kiyim kiysak, yo'zifu, yunfur ranglar ehtiyojinglar bo'lib qolsa, inkas rayiniga telefonlarni qoldirib qo'ysanglar, men budaq filmda sizlarga shu nusxadan chiqarib bera olaman. Qizlar, bu filmimga bir tal haqsiz yurganlarni besitib cho'qim men ayishilishni tutqanmanlar. Bu musam, o'xshash yangiliklardan quruq qolsizlarmi? Amsa budaq san ko'rishlik xayr xo'sh.